Assalomu alaykum. O'zbek oyim minbaridan sadolar loyihasining 77-soni efirda. Birovni to'g'ri yo'lga sololmaganiga qisingan, gap bilan qopib olganning obro'yini to'kadi. Ichki go'zallikdan begona bo'lgan, kechki afzallikning jabrini yutmaydi. Kecha dunyoni boshiga ko'taradiganday bo'lgan ham bugun issiq jonning isitmasidan qocholmay qolar. Qismat to'zonida uchib yurganlar odamlar diliga g'ulg'ula solgani bilan o'z g'ulg'ulasidan qiynaladi. Dilidagi ojizona istiholani izhor qilolmagan, nursiz ko'zlardagi alamni ko'rib toshdek qotadi. Tilidagi razilona sassiq nolani inkor qilolmagan, tuzsiz so'zlardagi sitamni terib moshdek sochadi. Ayriliq azoblariga toqat qilolmagan, o'ziga o'zi dalda bo'lishdan charchab xitob qiladi.